Bu bizga jipda. Bu akani jipi. Ha, chiqingiz. Zo'r. Yo, birinchi mashina haqida to'xtalaylik, jip haqida. Umuman haydashni qachon o'rgangansiz? Keyin endi menimcha ko'pchilikka bu narsa ma'lum bo'lmasa kerak. Prava olishda muammo bo'lmaydimi? Bo'y kichik yoki Endi yaxshi anaqani gapirdingiz. Oldin muammo yo'q edi prava bo'yicha. Gaylar bo'yingiz past, haydolmaysiz deyishgan. Bermaymiz deyishgan. Endi hamma mashina olsa o'ziga udobstvani qilib haydaydi-ku. Oyog'i yo'q insonlar Yevropada ko'rganman. Mashina haydagan. Qo'lga o'tkazib olishgan anaqasini. To'g'ri. Endi biz ham shu o'zimizga udobstvo qilib olganmiz-da. O'qish davrida onam yostiqcha tikib berganlar bunday to'rtburchak shu sidinaga mos qilib. O'sha tagimga qo'yardim, sidinani oldiga surib, vajdena payti, amaliyot payti haydab o'rganganmiz, o'qiganman 3 oylik kursda. Shu bilan keyin borganman, GAI xodimi aka haydab ko'rsating, ishonmayman deganda. Shu men ham hozir endi nima qilyapman-da. Ko'pchilik ishonmaydi. Keyin haydab ko'rsatganman, oldiga haydang dedi, oldiga haydam, orqaga haydang, orqaga haydang. Qaysi mashinada ko'rsatgansiz? Matizda ko'rsatganman. Boshqa mashina bunda emas. O'quv mashg'ulotini mashinasi bo'lgan. Yoqda nargi shofyorning yon tarafida ham gaz tormozini boshqarib turgan joy unaqasi bo'ladi-da. Shunda o'tirib ko'rsatganman. Yaxshi deganda keyin shu bilan prava haydovchilik guvohnomasini berishgan. Unda qiyinchilik shu bir marta to'g'risi imtihondan yiqilganman. Qayta topshirganman, keyin ikkinchisida o'tganman. Shu